Seton o'lkamiz bir chaman bir lolamiz, shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston. Shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston. Islomiy imorat bu atri ozodi xushbo, har musulmon bolasi ochilgan chun lolaru. Islomiy imorat shu atli Hurmatli aziz O'zbek dasturining qadrli ko'ruvchilari va muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umidki barchalaringiz sog' esalomon bo'lsalaringiz va hayotlaringiz har doim xushlik va xursandlik bilan o'tsin. Hurmatli aziz qadrli ko'ruvchilar, O'zbek dasturlarimizda davomida hozir esa biz albatta qurbonlik haqida gaplashib o'tamiz. Qurbonlik nimadir? Bu kun qachondan buyon musulmonlar ustida vojib bo'lgan hukm va qoidalari haqida biz gaplashib o'tamiz. Albatta bu haqda ko'proq hurmatli muftiy Said Muhammadiy janoblarini bilasa aloqada bo'lamiz. Dasturimiz poyoniga erishgancha bizlar bilan bo'lingizlar va albatta sizlar qurbonlik masalasi haqida ma'lumot topingizlar. Hurmatli muftiy Said, sizni O'zbek dasturida xush kelibsiz deyman. Salomat bo'ling, xayr ko'ring, bizni da'vat berdingiz, biz keldik. Salomat bo'ling. Kattakon rahmat. Hurmatli muftiy Said, kelsak birinchidan albatta aytib bersangiz qurbonlik haqida ma'lumot bering. Qurbonlik nimadir? Nahmaduhu va nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bizni bu barnomaga tilitdingiz. Xudovan sizga xayrlarni nasib qilsin. Sizga ham hurmatli. Va hamchinon do'stlariki bizni barnomamizni ta'qib qilib eshitadi. Xudovan ularga ham tavfiqi simoat va eshituvni Alloh tabaraka va taologa ularga nasib qilsin. Keldik bu mavzuga, siz so'radingizki qurbonni qaysi payg'ambardan rivoj qilgan va qaysi payg'ambar mana qurbonlikda anjom bergan. Qurbonlikdan ham bir ta'rif qilib o'tsangiz. Qurbonlik aslan dar lug'at qurbonlik bir narsaki Allohning yo'liga inson qurbon qilsa. Masalan biz Xudoning yo'liga jonni bir inson qurbon qiladi as xotiri bilandagi dini Xudo uchun. Bir inson vaqtiki bayram keldi, Eid keldi, o'zining molini, ya'ni go'span bo'lsin, qo'y, go'span, echki, o'kiz bularni qurbonlik qiladi. Qurbonlik qaribdan olingan. Inson vaqtiki qurbonlik qilsa Allohga qarib bo'ladi. To'g'ri. Allohga nazdik bo'ladi. Binoan qurbonlik Hazrati Ibrohim alayhissalatu vassalomdan qolgan va bu İbrahim aleyhissalatu vesselam yaqinan bir payg'ambar ediki, payg'ambari Bani Isroil, payg'ambari Ulul Azm edi. O kishi ikki farzandi bor edi. Bir farzandini Isoq alayhissalom degichi edi. Biz bir farzandi degasi Ismoil alayhissalom edi. Bel ittifoq ulamo shunga faysala qilganki zabiy qurbonlik bo'lingan va qurbonlikqa opargan Hazrat Ismoil alayhissalom edi. Shu oyat aytadiki falamma balagha ma'u sa'ya. Vaqtiki Hazrati Ismoil alayhissalom sanni javonlikqa yetishdi. Endi javon bo'ldi. Taqriban bir ya'ni 15 yo ondan jo'g'ari baysilov 15 dan quyi shu marhalaga yetishdi. Ondan keyin Hazrati Ibrohim alayhissalom biladi aytdiki inni ara fil manami anni azbahuka va men tishka ko'ramanki seni men zaba qilaman. Fanzur mada tara. Sening nima ra'ying bor deydi. Ismoil alayhissalom aytdiki ya bati if'al ma tu'mar. Ay otajon, har narsaki Xudoning tarafidan dastur bo'lgan, uni sen qilib o'tgin. Juda ham yaxshi, hurmatli muftiy Said, yoqimli so'zda aytib o'tdingiz. Albatta siz mana Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomning zabh qilish dostoni haqida albatta qisqacha ma'lumot bering. Nima hodisalar, mana tish ko'rish ayyomini siz aytib o'tdingizki, tish ko'rdi, zabh qiladi. Qaysi marhaladan boshlandi, nima bo'ldi? Bu haqida siz ma'lumot berib o'tsangiz. Ko'p yaxshi savol. Hazrati Ibrohim alayhissalom avvalin marhalayki o'zining farzandini maydoni Minoga opardi, illati xobi edi.
uxusi tish ko'rdi. ibrohim alayhissalom 8-zilhijjaga tish ko'rdi. 10-zilhijjaga azizlar nima bo'ladi? Eid bo'ladi. Ya'ni bayram 10-zilhijja. Ya'ni kun namozga, ya'ni zilmaga qolgan edi, bayramga qolgan edi. Hazrat ibrohim alayhissalom tish ko'rdi. Yawmut tarviya deydi buni. Yawmut tarviya yawmi shakda aytadi. Tish ko'rdiki, bir zabhaning va bir so'ymoqning holatini tishini ko'rdi. Hazrat ibrohim alayhissalom ertan vaqtdagi tur keldi, u xusdan tur keldi, ayron qoldiki, bu tishning matlabi nima bo'lsa ya Alloh. Va 9-kecha, ya'ni yawmul arafa deydi. Shabi arafa, ya'ni arafa kechimchi. Arafa 9-zilhijjani aytadi. Shu 9-zilhijjaning kechasi tag'in tish ko'rdi. Hazrat ibrohim alayhissalatu vassalom farzandini zabh qilib turibdi tishida. Va vaqtga tish ko'rgandan keyin ibrohim alayhissalom o'zining ulug'i aytdiki, "Ey ul," dedi, "men shu tishni ko'ribam," dedi. "Sening nima naying bor?" dedi. Ismoil alayhissalom aytdiki, "Har narsaki Allohning tarafidan dastur bo'lgan," dedi, "Oyota," dedi, "shuni qilib o'ting," dedi. ibrohim alayhissalatu vassalom vaqtdagi 9-zilhijjaga tish ko'rdi. Yawmul arafa deb nima uchadi? Ujagiy arafa nima uchunki, arafa ta'rifdan olingan. Bega ma'rifat hosil bo'ldi. Ibrohim alayhissalom xo'p bildi, ma'rifat hosil bo'ldiki, o'g'lini zabh qilmoq Allohning maqsudi ekan. Undan keyin asan nima zilhijjaga tish ko'rdiki, shabi kechimchi, ya'ni 10-kecha zilhijjaga tag'in tish ko'rdi. O'g'lini aparib Minoga zabh qilib turibdi. Asan yerdan shu tishiga jome amalda kiydirib, Hazrat ibrohim alayhissalatu vassalom o'g'lini olib ketdi maydoni Minoga. Va bu yerga qisqa aytib o'tamizki, bu yerga shayton mudohala qildi. Shayton keldi, Hazrat Ismoil alayhissalomning oldiga aytdiki, "Bilasanmi," dedi, "seni qayoqqa boryapti," dedi. Aytdi, "Alloh biladi," dedi. "Va seni," dedi, "zabh qilmoqqa boryapti," dedi. Asan aytdik, vaqtdagi Allohning hukmi bo'lsa, dedi, ishkoli yo'q, dedi. Shayton g'oybi xosir bo'lib qochdi oldidan. Hazrat Hojira, Hazrat Ismoil alayhissalomning onasining oldiga keldi. Shayton aytdiki, "Shu qism," dedi, "Oya bilasanmi," dedi, "sening shavahaning," dedi, "sening o'g'lingni nima uchun olib ketdi," dedi. Aytdiki, "Allohning amri bo'pti," dedi. Aytdiki, "Allohning amrida bilasanmi?" "Nima?" dedi. "Yo'q," dedi, "bilmayman," dedi. "Sening farzandingni Alloh aytibdi, zabh qil debdi, zabh qiladi," dedi. Undan keyin Hazrat Hojira va Sobira aytdiki, "Allohning vaqtdagi hukmi bo'lsa," dedi, "hech ishkoli yo'q," dedi. "Sen mudohala qilma," dedi, shaytonni surib yubordi. Undan keyin Hazrat ibrohim alayhissalatu vassalom Minoga tomon olib turibdi endi avlodini. Ibrohim alayhissalomning oldiga keldi. Bir daf'a keldi ibrohim alayhissalom, bir tosh urdi, qochdi shayton. Tag'in aniqdan keldi. 3 daf'a tosh urdi shoga. Shu Minoga hoji soyiblar boradi. Jamrai ula uquba usta deydi. Buni tosh urmoq shu ibrohim alayhissalatu vassalomdan qolgan o'ga shayton tosh urmoq deng. Juda ham yaxshi. Yoqimli so'zda aytib o'tdingiz. Mana Tengri taolo bandalarini mana payg'ambarlardagi imtihon qilgan, payg'ambarlardan sinov olgan bandalaridan ham biz gunohkor va gunohli bandamiz sinov oladi. Albatta hurmatli muftiy sayib, siz dastur davomida aytib bersangiz qurbonlik masalalari haqida, qoidalari haqida qadrli ko'ruvchilarga ma'lumot berib o'tsangiz, nima masalalari bor, nima qoidalarni biz nazarda tutsak qurbonlikka? Bir hukmi qurbonlik, ahkomi qurbonlik shunga marbut deydiki, insoniki qurbonlik qiladi, avval sohibi nisob bo'lsa. Sohibi nisob deb u kishini aytadiki, taqriban u odamning ustiga zakot farz bo'lgan bo'lsa, ul boyat qurbonlik qilsa. Toham ulamolar aytadiki, boz ham bir nafariki nafsi g'ino ustiga sidq bo'lsa, nafsi g'ino deb shuni aytadiki, bir nafarning uyi bor, joyi bor, vali puli naqdi yo'q. Lekin nafsi g'ino ustiga sidq keladi, behtarki shu odam qurbonlik qilsa degan. Ba'zan agar ul qurbonlik qilmaydi, chunki sohibi nisob emas, ishkoli yo'q degan. Avval sohibi nisob bo'lsa, bir hukmi shulki sohibi nisob bo'lsa. Va nisobda asan ulamo tayin qilgan, nisob agar tilo bo'lsa 7,5 to'la, ya'ni 20 misqol tilo bir taning oldida bo'lsa, qarz bo'lmasa, beysilo xolis tilosi bo'lsa, taqriban 613 gram nuqrasi bo'lsa, shuning moliyatiga layiq paysasi uyiga bo'lsa, buning ustiga qurbonlik vojib, qurbonlik boyat qilsa. Tag'in ko'shish qilaylik azizlar, qurbonlik shu hayvonni qilaylikki, shariat bizga aytibdi. Shariat bizga aytganki, taqriban necha hayvonni qurbonlik qila olamiz. Masalan, 4 qism hayvon. Ichki, qo'y, o'kiz va hamchinon gavmish. Sizgacha necha yoshlik bo'lsa, hurmatli Mavlay sayib, aytib bersangiz, ba'zi hayvonlar bor, masalan, qulog'i kesilgan yoda ham oyog'i singan, bilan boshqa qiyinchiliklari bor, kasal
molning, kasal chorvoning biz qurbonlik qila olamizmi sizgacha? Bexi yaxshi savol. Qurbonlik avval buni aytayki, sini hayvon nima. Ya'ni farz misol biz 4 qism hayvon, echki, qo'y, o'kuz, inak. O'kuz, govmish. Shu bularda hayvoni ahli deb bo'ladi. Ahli deb xonaga hayvon. Bularga qurbonlik bo'ladi. Vahshiga bo'lmaydi. Misol bir o'kuz vahshi, maydonga jangalga ko'p o'kuzlar ya'ni vahshi bo'ladi. Ularga qurbonlik bo'lmaydi. Vahshi tuya qurbonlik bo'lmaydi, kiyik qurbonlik bo'lmaydi, kiyik. Va hamchinon zarafa nima o qurbonlik bo'lmaydi ular. Ular bu vahshi bo'lar. Albatta qurbonlik shu 4 hayvon bo'ladi. Keldik sinining borasiga, sin, ya'ni soli qancha bo'lsin? Qo'y bilan echki 2 yashar bo'lsin. Agar qo'y 6 oylik bo'lsa, 6 oylik bo'lsa, 1 yashar ko'rinsa, unga ham qurbonlik bo'ladi qo'yga. Va o'kuz 2 yashar bo'lsa, 2 yasharda takmil qilgan bo'lsa, va hamchinon tuya, astag'firullah, ilgari tuyani aytmadik, bir jinsi tuya ham. Tuya 5 yasharlikda takmil qilgan bo'lsa, uning ustiga qurbonlik bo'ladi. Ana keldik endi bil mavzu degan ayblarning borasiga so'radingiz. Qurbonlikda biz ko'shish qilaylikki, aybi bo'lmasin. Nima uchunki biz Allohning jo'liga vaqtdagi bir molda qurbonlik qilamiz, u boya solim anil ayb bo'lsa, aybdan pok bo'lsa. Qismiki Ibrohim alayhisolatu vasallam farzand arjumandaniki, ba'd aziki Xudovand 95 yil Hazrati Ibrohim alayhisalomning sini edi, Xudovand farzand nasib qilgani yo'q edi. Oxiri borib bir farzand nasib qildi Ismoil alayhisalom, Iso alayhisalom ham bor. Lekin Ismoil alayhisalomni pas Alloh so'y deb dastur berdi. Ibrohim alayhisalom o'zining o'g'lining gardaniga choqini qo'yib so'yadi. Vali biz ko'rgich kishilar, biz mardan, biz musulmonlar boyadu boyat qurbonlik qilsak, qurbonlik yaxshi qurbonlik qilsak, beayb bo'lsa, aybdan pok bo'lsa, masalan ba'zi qurbonlikka bor ko'zi ko'r hayvon qurbonlik bo'lmaydi. Masalan agar ko'zi ko'r bo'lsa 3 hissasidan 1 hissasi, masalan tamomiy binoyilikda 3 hissaga taqsim qilamiz. Agar 1 hissasi bayndan ketib 2 hissasi qolgan bo'lsa, qurbonlik uning ustiga bo'ladi. Agar adiyaqal yarim hissasidan ozrog'i bayndan ketgan bo'lsa binoyiligi, yarim hissasidan ko'prigi qolgan bo'lsa, masalan 65% binoyiligi boqiy bo'lsa va 35% binoyiligi salb bo'lgan bo'lsa, u hayvon qurbonlik bo'ladi. Nima uchunki oz hissasi nima bo'libdi? Agar yarmi binolik bo'lsa, yarmini ba'zi ulamo aytadi qurbonlik bo'ladi deydi, ba'zi bo'lmaydi deydi. Bahar ol aybi bo'lmasin. Tag'in keldik, bir ko'zining edi, masalan bir hayvon bor, qulog'i kesilgan. Quloq 2 raqam kesilgan bo'ladi. Biri bir raqam darozlikqa, uzunlikqa kesilgan bo'ladi, u xayr ishkoli yo'q. Biri tag'in bunamning kesilgan bo'ladi. Bir raqam kesilgan bo'lsa, aslida uning ishkoli bor, uni quloq kesilganda inson boyat qurbonlik qilmasa, qulog'i ham agar 2 hissasi kesilib, 1 hissasi qolgan bo'lsa, unga qurbonlik bo'lmaydi. Agar 2 hissasi bor bo'lsa, 1 hissasi kesilgan bo'lsa, qurbonlik bo'ladi, ishkoli yo'q. Nima uchunki shu qoidani biz yodimizga qo'yaylik, shu hukmni yodimizga qo'yaylikki, har vaqtdagi shu andomi, shu a'zosiki biz aytamiz, shuning ko'pi boqiy, og'zi kesilibdi, og'zi bayndan ketibdi, ishkoli yo'q, qurbonlik bo'ladi. Masalan 40% bayndan ketibdi, 60% boqiy. Masalan 40% qulog'i qirqilgan, 60% boqiy, ishkoli yo'q, qurbonlik bo'ladi, ishkoli yo'q mana. Masalan bir hayvoniki bor, tili qirqilgan. Tili qirqilgan bo'lsa, agar o'kuzga tili qirqilgan bo'lsa, bu ayb. Olamgiri so'zadiki, o'kuzdan agar tili nima uchun, o'kuz umuman tili bilan g'izo yeydi, nima yeydi. Va unga ayb bo'lmaydi. Agar shu mayda hayvonda, masalan echki, qo'yning agar tili qirqilgan bo'lsa, non yeyalsa, ishkoli yo'q, g'izo yeyalsa, ishkoli yo'q bo'ladi. Bu ba'zi ayblaridan ko'pdan ayboyiki bir hayvon qurbongaga bora olmaydi, piti kachaliki qurbongaga boralsa, ishkoli yo'q, qurbonlik bo'ladi. Agar borolmay joyiga qolib qolsa, u ko'tarib oparsa, u hayvonga qurbonlik bo'lmaydi. Hurmatli mufti so'b, juda ham yoqimli so'zlarda aytib o'tdingiz. Juda ham ya'niki buyuk masalalar haqida siz ma'lumot berib o'tdingiz. Men sizdan bir dunyo minnatdorchilik bildiraman. Ammo kelsak o'lkada bir ta'dod kishilar masalan yoshi to'lmagan chorvalarni zaba qiladi, qurbonlik qiladi. Aytadi, "Ke" dedi, "Bizni ustimizdan" dedi, "shu yo ham mardim uchun bu ishni qiladi, yoda ham aytadi, "Men bir mas'uliyatni ustidan bitirish uchun, xalos qilish uchun keladi, yoshi to'lmagan chorvani zaba qiladi." Islom nuqtai nazaridan buni qancha gunosi bor va Islomi aziz nima buyruqlar bergan, nima dasturlar bergan? Islomi aziz bu borada ham mudallal suhbat qilgan G'aforiy so'yib,
islom aziz aytganki, shariat xususan bizga iroa qilgan, aytgan, dastur bergan ki inson boyad hayvonni ya ichki qo'y bularni qurbonni qilsa rizoyi Alloh uchun. Rizoyi Allohga vaqtiki bir inson qurbonni qiladi, boyad shu qurbonlik vojida sharoit bo'lsa, vojib sharoit bo'lki, mayda bo'lmasa sini, masalan bir hayvoni mayda adyaqal sini 1 yillik bo'lsa, tano qo'yki 6 oylik bo'lsa-ki 1 yillik ko'rinsa, unga ham qurbonlik bo'ladi. Lekin bir inson hadafi tano shu mardim meni qurbonlik qildi desin deb yoki mardimning oldiga qurbonlik qilgan mashhur bo'layin deb hadafi shul bo'lsa, innamal a'malu binniyat deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Amalning dorimadori hammasi niyatning ustiga, buni niyati fosil va buni qurbonligi bo'lmaydi. Shu go'sht yeyiladi, go'sht yeydi, lekin avvali u qurbonlikki vojib bu kunda boya so'yilsa, shu qurbonligi buni ado bo'lmaydi. Savobi ham mahrum bo'ladi. Savobdan ham mahrum bo'ladi. Juda ham yaxshi. Hurmatli mufti sahib, yana bu so'roqda bizga boshqa kishilar berdi. Aytdi, bir ta'dod kishilar, masalan, avlisi bor, joydod olgan, mo'tar olgan, har doim aytadiki, men qarzdorman, mana avli oldim, uy oldim, bu uydan men 1 lagrpa qarzdorman. Yoda ham mo'tar oladi, har bir narsa oladi, shu qurbonlikda vaqti keldi o'zini qarzdor mardimga tanitiradiki, mana go'yo men qarzdorman, ammo doroyisi bor, hamma narsasi bor. Siz aytib bersangiz, bu Islom aziz nima buyruq bergan? Qancha gunohi bor bu kishi o'zini hamisha qarzdor yo'lida uradi, qurbonlik qilmaydi. Hadisi payg'ambari Xudo sallallohu alayhi vasallam muborak aytadiki, man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqarribana musallana. Har insoniki tavoni qurbonlik qilmoq unga bor, lekin ba'zan qurbonlik qilmaydi, o'l boyad deydi, namozga kelmasa deydi, namozi bayram, namozi Eid o'qimoqqa kelmasa deydi, mening musallama hozir bo'lmasa deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bil boyad hozir bo'lmasa deydi. Vali keldik bu mavzuga, kasiki sohibini hisob emas, uni shariat maaf qilgan, uning ustiga qurbonlik yo'q. Vali bir nafariki sohibini hisob, mo'tari bor, joydodi bor, uyi bor, nafsi g'ino ustiga sidq keladi, lekin vaqtiki qurbonlik keldi, o'zini qachiradiki, men paysam yo'q, pulim yo'q deydi, yaqinan u ishtiboh qiladi. Avval Xudoning oldiga yatan mas'ul. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning baraga aytganki, uning barasiga aytganki, minning nafar boyad musallaga namoz o'qimoqqa, namoz Eid o'qimoqqa hozir bo'lmasin degan, bil boyad xushlik qilmasin degan bir insoniki shu lakholak bir inson xarjlaydi, har joyga xarjlaydi. Vali qurbonlikning zamoni keldi, bir inson takosurlik ko'rsatadi, bil kattatarin jafodan G'afur So'yib dinning haqqiga bir inson o'zining haqqiga jafo qiladi. Din emas, o'zining haqqiga jafo qiladi, o'zining ustiga jafo qiladi, zulm qiladi, o'zini aldaydi. O'zini aldaydi, o'zini beysalo yaqinan o'zini ziyonkorlikqa muvoji qiladi mening odam. Nima bo'ladi ne qilsa? Yoqimli so'zlar aytib o'tdingiz, hurmatli mufti sahib bizlarga bor. Hurmatli aziz qadrli ko'ruvchilar, mana hurmatli mufti sahib Said Muhammad Muhammadiy janoblari juda ham yoqimli so'zlarni aytib o'tdi. Sizlar bularning so'zlarini hayotlaringizga amalga oshiringizlar va qurbonlik haqida masalalarni bilish uchun va ayniqsa ko'p mavzular borki, diniy masalalarni sizlar bilsalaringiz va hayotlaringiz chiroyli bo'lsa, sizlar savob egasi bo'lsalaringiz, savob kasb qilsalaringiz, olsalaringiz, O'zbek dasturining izlangizlar va bu so'zlarning va bu bayonotlarning hayotlaringizga amalga oshiringizlar, aziz qadrli ko'ruvchilar. Hurmatli mufti sahib, biron kishilar aytadiki, men pulimni kambag'al kishilarga, faqirlarga beraman. Oya uni ustidan qurbonlik soqit bo'ladimi? Ayta olamizmi-ki, bu kishi qurbonlik qildi din nuqtai nazaridan? Nima qurbon ayyomida bo'lsa, ro'zlarida bo'lsa, kunlarida bo'lsa, yo boshqa kunlarda qurbon aytidan oldin pulni beradi, aytadi, men ya'ni qurbonlik qilish joyidan shu pulni beraman kambag'al faqir kishilarga. Oya ularning qurbonliklari ustidan soqit bo'ladimi, bo'lmaydi? Bega bir masalani biz yodimizga qo'yaylik azizlar, ki ibodat o'zining vaqtiga ibodat. Har ibodat bir vaqti mashru, ayyomi mashruga mashru bo'lingan. Masalan, Eid qurbonga qurbonlik qilmoq katatarin ibodat. Mavsumi hajga haj qilmoq katatarin ibodat. Vaqtiki bir insonning volidayni qariligi yetibdi, uning xizmatini qilmoq katatarin ibodat. Namozning vaqti qarib bo'ldini, namozni o'qimoq shu vaqt katatarin ibodat. Ya'ni sadaqa ham begumon o'zi ibodat. Lekin bir inson mening qilmoq unga nima emas, javozi qatan yo'q. U g'aniga, u puldorga, u sarvatmanga ki ol pulini olsa-da faqirlarga tavzuq qilsa, aysaki men bajoy qurboni pulimni faqirlarga tavzuq qilaman desa, bil qatan ishtibodan shariat va fiqh hanafiy buni kamilan rad qiladi. Shu inson deydi ham qurbonlik qilsin deydi,
ham faqirlarga nima bersin deydi. Bilamizki Islomiy aziz yordam bersin, hamkorlik qilsin. Islomiy aziz bunday demeydiki, bir tarafda ushlasa, bir tarafda riho qilsa. Durust sadaqa ham bersin, faqirlarning ham qo'lini ushlasin. Va bu durust ish emaski, g'anilar ba'zi insonlar, ba'zi ag'ayinlar bunday ishni qilar, bilsa emas bu mutasifona. Hurmatli mufti sahib, albatta qurbonlik sharoitlari haqida aytib bersangiz, biz qaysi zamongacha qurbonlik qila olamiz? Biron kishi birinchi kun chorvani boradi, bozordan sotib oladi, u birinchi kun zabh qiladi. Biron kishi ikkinchi kun, biron kishi uchinchi kuni ham borsa, u qurbonlikda olib, u chorvani olib zabh qilsa, aytib bersangiz bu haqida. Bilam ko'p yaxshi savol G'aforiy sahib. Biz qila olamizki, musulmonlar qurbonlikda 3 kunga davr qurbonlik qilsa. 3 kun. Masalan, Zilhijja, yozda Zilhijja, 10 Zilhijja, 11 Zilhijja, 12 Zilhijjaga davr, 10, 11, 12. 12 ning to asrga davr, to g'urub oftobga davr, shu 3-kunni g'urub oftobga davr bir inson qurbonlik qila oladi. Misolan bir musofirning o'ziga qurbonlik yo'q. Masalan, musofir g'aribul vatandan uzoq 3-kun keladi uyiga. 3-kun Ola 3-kuni bayramning 3-kuni keladi, vali tonuz oftob g'urub qilgan yo'q, shom bo'lgani yo'q, asr bo'libdi. Mana shu musofirning ustiga nazar berki, uyiga yetdi, ustiga qurbonlik vojib buning ustiga. Nima uchunki, bil shu sharoitni axiz qildi, kasb qildi sharoitiki musofir edi, musofirligi rafa bo'ldi, muqim bo'ldi. Endi necha nafarlarning ustiga qurbonlik vojib emas deng. Qilsa xo'p yetar, qilmasa vojib emas. Biri musofir, biri insoniki sohibi nisob bo'lmasa va biri masalan atfol, tiflning puli bor, zerisin va puli bor lekin aqli buluqqa yetishgan yo'q, ular ham qurbonlik qilmasa, lozim emas ularning ustiga qurbonlik qilmoq. Endi shu qism inson boyat shu 3 kunga davr, 3 kunning to g'urub oftob, 3-kunni g'urub oftobga davr qurbonlik qiladi, ishkoli yo'q. Juda yaxshi. Hurmatli mufti sahib, albatta aytib bersangiz, biron kishini masalan farzandi pul nuqtai nazaridan yaxshi, puli bor, ammo u kishini otasi biroz kambag'aldir. Sizgacha farzandi ota tomonidan qurbonlik qilsa bo'ladimi? Siz bu haqda ma'lumot berib o'tsangiz. Afarin, ko'p yaxshi savol. Anta va maluka li abika. Va sening moling hammasi deydi, otangniki deydi. Odamning o'zi ham, odamning moli ham otasiniki. Bu hadisni nuqtai nazaridan ko'rsak, shu kishining moli otasining moli. Bir inson qilaladiki, o'zi vaqtdagi sohibi nisob, o'zi qilmasa shu molni otasining nimasiga, nomiga qilsa. Bilan behtarki, vaqtdagi bir insonga Alloh bergan, Xudo ko'p pul bergan, o'zining nomiga ham, o'zining tarafidan ham bir qurbonlik qilsin, otasining ham tarafidan bir qurbonlik qilsin, ishkoli yo'q. Vali qilaladiki, o'zining qurbonligini otasining tarafidan qilsa, o'zi shunday bekor o'ltirsa ham bo'ladi, gap emas. Mana bir kishi qurbonlik qiladi. Butun chorvani go'shtini o'zi sarflaydi, g'ariblarga bermaydi. Mana bir hamsoyasi bir kishi kambag'allar, muhtojlar, ular ham istaydiki, qurbonlik ayyomida, Qurbon hayit bayramida boshqa kishiki, ya'ni pul nuqtai nazaridan yaxshi mavqiyatda ular qurbonlik qilgan, ular ham istaydiki go'shtidan sarflasa. Sizgacha Islomiy aziz nima buyruq bergan? Boyat bir chorvoning qancha go'shtini faqirlarga, kambag'allarga biz bersak? Go'shti qurbonning taqsimoti qaraqan bo'lsa, azizlar, avval behtar tariqasini aytaman. Behtari shulki, 3 taqsim qilsa inson go'shti. Shariatga aytadi, kitoboy fiqhga aytadi, Hidoya va bu kitoblarga aytadiki, 3 taqsim bo'lsa deydi. Bir taqsimini faqirlarga bersin xom, bir taqsimini qo'qirib olsin va kelgan nafariki idgashlikka bayram qulli bo'lsinga keladi, ularning oldiga qo'ysin, bir taqsimini o'ziga xom asrab qolsin. Bil behtarin taqsimot deng. Va bir inson qilaladiki, qurbonni zabh qilgandan keyin tamom go'shtini o'zi masrafiga o'zi olib kelsa, faqir bo'lsa, ayoli ko'p bo'lsa, o'zi masraf qilsam ishkoli yo'q, hech gap emas. Mushkil emas, buning ham qurbonligi bo'ladi, gap emas. Nazar ba taqsimi go'shting borasiga, agar taqsimi sulsga taqsim qiladi hissaga, bir hissasini o'zi olib bo'lsa, bu behtar. Agar tamomiy go'shtni bir inson o'zi pipiga yig'ib oladi, bilan ishkoli yo'qdan, gap emas. Lekin bunga bir nuqtai nazarga shariat qaysi shiddat qilgan yo'qki, hatmiy fuqarolarga taqsim qil degani yo'q. Taqsim qilsa behtar,
qilmasa ham ishkoli yo'q deng. Bizning dasturimiz sekin-sekin o'z poyoniga erishadi. Biz har qancha qurbonlik haqida sizdan so'roq o'tsak, bas qilib o'tsak bu haqda, hanuz ham ozdir. Kattakon rahmat sizdan huzuringizdan, hurmatli mufti sahib. Albatta dastur oxirida aytib bersangizki, ya'ni biran kishilar masalan yo bismillah demay, yo o'sha molda zabh qiladi. Sizgacha xashin shaklida boshqa joyda ham chorva bor, u chorvani ko'zicha boshqa chorvani, boshqa molda zabh qiladi. Usuli haqida nima usullarda biz islom nuqtai nazaridan nazarda tutsak, u chorvani zabh qilsak va ham oxirida payomingizni aytib bering. Yaxshi savol, ko'p yaxshi savol qildingiz, xayr ko'ring. Azizlar, ko'p yaxshi savol, lekin buni bu boraga ko'p ehtiyot qilsinlar. Masalan, buni odobi qurbonlik deydi. Odobi qurbonlik balki bir inson vaqtiki qurbonlikni zabh qiladi, avvalin odobi shulki, qurbonlikda bir qurbonlikni damiga zabh qilmasa, tarahum fil ayvonat bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnati, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning odati, rahm qilmoq hayvonlarga. Va bir ta'dod qassoblar bordan G'aforiy so'yib nima qiladi? Shu hayvonning ko'zicha borib so'yadi, va hayvon xeyli yig'laydi. Alal xusus tuya ko'p yig'laydi. Shuni hattoki choqini degan shariatga aytadi, kitob hidoyaga aytganki, choqini molning ko'zicha inson qayramasa, u tezlamasa. Bu bir odobi nima? Tag'in bir odobi shulki, vaqtdagi molni yig'itadi, molning nimasi ruhi qiblaga tamom bo'lsa, molning kallasi ruhi anaqa bo'lsa va o'zi insoniga zabh qiladi, mana bu yoqqa tamom bo'lib, xo'p sayi zabh qilsa, ayni zabhga hukmi asosiyki bir insoniga zobi, ya'ni zabh qiladi, so'yadi molni qassob. Albatta do'stlar, qassobi yaxshini boyad muqarrar qilsa, bir emizki har kasiki ko'chadan o'tsa, uni chaqirib kelsaki, qishqirib kelsaki, "Kim men molimni so'y." Na. Yo'da ham ba'zi qassoblar pul uchun tez so'yadi, yo tez so'yg'ich bo'lmasin, bir qassobiki ma'rifati bo'lsa, yaxshi qassob bo'lsa, shuni aytsak, shuni olib kelsak, yaxshi musulmon bo'lsa, bismillah va Allohu akbarda yaxshi aytalsa. Sevimli juda savolingiz shu ediki, oya beduni bismillah zabh qiladi, oya bu qurbonni qaraqan bo'ladi? Beduni bismillah qurbonni harom bo'ladi. Harom bo'ladi, uning go'shtini istifoda qilmoq qat'an harom bo'ladi. Nima uchunki Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi." O moldan sizlar jemanglar, o go'shtdan jemanglarki, unga Xudoning oti alingan emas, bismillah deyilgan emas. Bismillah deyilmagan molni, bismillah demagan molni qat'an istifoda qilmog'i harom. Shu go'sht radifi xanzir va radifi boshqa go'shtlarning radifiga qaror topadi. Az lihozi hurmat shuncha harom bo'lib qoladi. Shu kalimai barakati bismillahdan G'aforiy so'yib mol halol bo'ladi. Tariqai zaba, vaqtiki qasobiga zaba qiladi, avval Bismillahi desin. Bismillahirrahmanirrahim deb aytmayaq. Rahmanirrahimni o inson aytadiki, vaqtga rahm qilsak-ki, boyat qo'y bersak uni. Rahmanirrahim bega aytilmasa, nima uchunki olati rahm emas, bega olati qahr va g'azab, olati zaba. Olati zabaga tanho bismillah desa, uni keytdan Allohu akbar. Bismillahi Allohu akbar. Bismillahi Allohu akbar. Shu kalimani aytib qassoblar azizlar boyat mollarini zaba qilsa, agar bismillahni aytmasa, yo Allohu akbarni aytmasa, tark qilsa, moli zabihasi mirdor bo'ladi, u qobil istifoda bo'lmaydi. Kattakon rahmat sizdan. Qisqa payomingiz bo'lsa. Qisqa payomimiz shuki, Xudovand jalla jaloluhuning katta ehsoni bizga Alloh taborak va taolo ikki bayramda biz musulmonlarga nima qilgan, mashru qaytargan. Biri bayrami Eid nima Ramazon, biri Eid Qurbon, bayrami Qurbon. Shu Eid Qurbon ham nazdik va do'stlar boyat molda oladi, boyat ulamodan so'rasa, ayblarini nima qilsa va biz ko'p payomimiz kam edi, bega vaqtimiz qalil edi, aytolmadik tamom mavzuning hamma jonibi baraslik qilsak, bozam do'stlarga bizning qisqa nimamiz shulki, ayvonda olmoqqa xil ehtiyot qilsin, Xudoy naxosta aybdor ayvonda olmasin va ayni olati zabaga ehtiyot qilsinki, bismillah Allohu akbar degich qassoblarni intihob qilsin va sayi molini so'ysin va hamchinon ro'zi Eid Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan itoat qilib va shariatdan itoat qilib biz musulmonlar boyat aydimizni o'tkazsak. Kattakon rahmat sizdan, hurmatli mufti Said Muhammad Muhammadiy janoblari, ulka olimlaridan biriki O'zbek dasturida huzur topdingiz. Salomat bo'ling. Siz ham xayr ko'ringki, bizni shuga
da'vat berdingiz va bizga bois bo'ldingizki, shu shariatda shu masoili dinni ma'lumga yetkazdik. Salomat bo'ling. Aziz qadrli ko'ruvchilar, O'zbek dasturimiz o'z poyoniga erishadi. Har birlaringizni ulug' yaratgan Tengri taologa topshiraman. Yana ko'rishgancha xayr, ayyomlaringiz har doim xushlik va xursandlik bilan o'tsin. Yaxshi ayyom sizga har bir.